Assalomu alaykum hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Deport ochishda maqtanishda davom etamiz. Allohning qudrati bilan deportlarni ochib, mana odamlarni Rossiyaga kirgizyapmiz. Qonuniy holatda. 8-aprel kuni bitta opamiz yozyapti. Hozir o'tdim Rossiyaga, SMSlarim yo'q. Mana istoriyalar bilan ko'rsanglar bo'ladi, isbot dalillar bilan ish qilyapmiz do'stlar. Montaj narsa emas, e'tibor beringlar. Mana ba'zilardan tekshirib ochilganligini, isbotlarini, hamma yo'g'ini, qonuniy qarorlari bo'lsin, hamma yo'g'ini qilib, xudo xolsa Rossiyaga kirgizyapmiz qo'ldan kelgancha. Bu opamiz ham Alloh degan opa ekan, sabab 1,5 oyda ish tugadi. Qabul qildik, 1,5 oyda ish tugatdi, xudo xolsa hamma yo'q cho'tki bo'ldi. Nima biz bezovta ham qilgani yo'q, cho'tki ish ketdi. Xudo xolsa mana hozir Rossiyada yuribdi do'stlar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Qaytaraman, e'tiborli bo'linglar, mashinalardan ogoh bo'linglar. Hammaga rahmat.